Hikmatullo aka bilan ishga kelganmiz. Excuse me. Aka ichkarida kimdir bor shekilli bekityapti. Can I open the door? He's owner to say replace the frame and molding. Sorry about this, but thank you. Xullas, buni yechiladi asar. Bu sindirmasdan. Ha, o'zi sotilar-ku. Uni yechamizda qo'yamiz. Oq yemadi. Короче, buni yechamiz. Buni yechamiz. Frame yechamiz. Buni отдельно ehtiyot bo'lib yechamiz mana butun. Ustidan qo'yiladi. Ustidan qo'yib boramiz. Buni yechamiz keyin molding. No. Singan joyi. Короче, magazindan buni o'zi bilan molding olamiz bo'ldi. Thank you for shopping at the Home Depot. Ha, do'stlar, ishni ham bitirib qo'yibdi ustoz Sinfo. Qilganingizcha, men zamonga unini ochib qo'yaman. Bunday kokda kokisdan chiqadi. Xullas do'stlar, ish tugadi. Xullas do'stlar, ishimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, like qizartib qo'yasizlar. Bu ishimiz uchun $320 oldik va bu ishni 1 soatda tugatdik. Usxendi, Kolorado shtati, Denver shahrida, nomer 1 ustalardan. Mirzohid aka, Zafar aka, video ma'qulmi?